G'iyosiddin Koshiyning hali fanga ma'lum bo'lmagan astronomik qarashlari aniqlandi. Galaktika ipsiz bir-biriga zanjirband bog'liqligini mana yaqinda olimlar topildi. Lekin G'iyosiddin Jamshid Koshiy bu Ulug'bek 15-asrda bu narsani yetib ketganligini shu yerdan bizda ayon bo'ldi. O'sha vaqtda tuzilgan yana bir ikkita tarixiy obidalarni topdik. Bu o'zimizda Toshkent viloyatidagi Zangiota maqbarasini tepasida galaktikani chizgan. Shu paytgacha olimlar buni hali topmagan edi. G'iyosiddin Jamshid Koshiyning betakror ilmiy merosini bir qirrasi uning astronomiyaga oid qarashlari edi. Koshiy o'z davrida o'sha paytda Samarqandda Ulug'bek madrasasida yig'ilgan olimlar orasida samoviy jismlarni kuzatish, ularni harakatlarini tahlil qilishda ham tengsiz olimlardan biri bo'lgan. G'iyosiddin Jamshid Koshiy juda ko'p ajoyib ishlarni bajargan. Albatta kitoblardagi g'oyalari, matematika tomonidagi, geometriya, astronomiya tomonidan juda ko'p. Biz endi alohida astronomik tomonini qilgan ishini bir ochib bermoqchiman. Bu albatta shu paytga bu masalalar ochilmagan edi. Mana birinchisi o'sha Ulug'bek madrasasida, astronomiya maktabida shakllanishda Ulug'bekning shogirdlari va ko'pgina olimlar bilan birgalikda G'iyosiddin Jamshid ajoyib ish qilishgan. Birinchi qilgan ishi bir hujrani devoriga 7 iqlim xaritasini chizilgan. Eng muhim masalasi borki, G'iyosiddin Jamshidda shunday qilgan ishlardan bittasi Koshiyni. Ulug'bek madrasasini kiraverishda haligacha aniq bo'lmagan. Bu dunyo bo'yicha juda katta sensatsiya bo'lishi kerak. Peshtoq qanos deyiladi. Qanos qismida galaktikalar tizimi berilgan. O'sha galaktikalar tizimini demak 9 ta chap tomonda, 9 ta bir tomonda 18 ta bo'ladi. Bu endi 18 ming olamni ham ramziy ma'noda berilgan bo'lishi mumkin. Koshiyning astronomiya sohasidagi izlanishlari o'z davri uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lib, u keyingi avlod olimlariga muhim ilmiy asos yaratib berdi. Galaktika 200 milliard yulduzni o'z ichiga olgan va yulduzlar turkumini o'z ichiga olgan va quyosh sistemasini olgan gravitatsion tuzilmani galaktika deyiladi. Ana o'sha galaktikani har bittasini shunaqa geometrik shakllar bilan yirik orqali va islomiy naqshlar orqali ustalik bilan har bitta galaktikani joylashtirganda, o'sha galaktikani joylashtirib hozirgi fanda yaqinda aniqlandi. Har bitta galaktika ipsiz bir-biriga bog'langanligini yetilganda hozir topildi. Vaholanki 15-asrda Ulug'bek demak o'zini o'sha shogirdlari bilan G'iyosiddin Jamshid Koshiy va boshqalar orqali o'sha yerda butun olamni galaktikalar ipsiz bir-biriga bog'langanligini isbotlab bergan o'sha peshtoqda. O'shani geometrik jihatdan juda shunaqa talqin qilinganki, yulduzlar turkumini har bitta yulduzlar turkumi o'zini o'qini atrofida aylanishini, mitti yulduzlar, keyin yorqin yulduzlar, kometalar hammasi o'sha yerda ramziy ma'noda o'z aksini topgan. Ayni damda G'iyosiddin Jamshid Koshiyning astronomiyaga oid qarashlarini o'rganish, ular ustida ilmiy tadqiqot olib borish bugungi kun faniga ham yangicha nigoh bilan qarashga imkoniyat bermoqda. Xususan yurtimizda ayni kunlarda islom sivilizatsiyasi markazida olib borilayotgan loyihalar fonida Koshiyning astronomiyaga oid merosi bo'yicha bir qator izlanishlar qilindi. Olimlar Koshiy hamda Mirzo Ulug'bek madrasasida faoliyat olib borgan allomalarning hali dunyo ilm faniga ma'lum bo'lmagan bir qancha topilmalarini ochishdi. Quyosh sistemasi ham, galaktikalarni hammasi ham umumiy tortish kuchiga ega. Demak, buni bitta odam boshqaradi deydi. O'sha butun olamni spiralsimon harakat qiladi galaktikalar. Ana o'shalarni ko'rsata olgan bu yerda. O'sha demak, fazoviy tasavvur, tafakkur juda ham yuqori darajada bo'lgan. Galaktika ipsiz bir-biriga zanjirband bog'liqligini mana yaqinda olimlar topildi. Lekin G'iyosiddin Jamshid Koshiy bu Ulug'bek 15-asrda bu narsani yetib ketganligini shu yerdan bizda ayon bo'ldi. O'sha vaqtda chizilgan yana bir ikkita tarixiy obidalarni topdik. Bu o'zimizda Toshkent viloyatidagi Zangiota maqbarasini tepasida galaktikani chizgan. Shu paytgacha olimlar buni hali topmagan edi. Bu yerda faqat ikkita buni farqi nimada? O'sha Zangiotadagi tasvirlangan galaktikalarni farqi shu yerdaki, bu yerda mukammal bitta ko'rinishda bergan bo'lsa, umumiy ko'rinishda. U yerda atidan galaktikani ikkita holatini tasvirlangan. Galaktikani pul bo'ladimi, tosh bo'ladimi, butun planeta narsalarni yutayotgan holati
ikkinchi varianti chiqarayotgan payti holatda tasvirlangan. Biz Samarqanddagi 15-16 asrlarga oid tarixiy obidalarni tomosha qilar ekanmiz, ularning peshtoqlariga chizilgan ko'zni qamashtiruvchi naqshlarga hayrat bilan boqamiz. Ammo hech o'ylab ko'rganmisiz, mana shu naqshlarda nimalar aks ettirilgan? Buni qarangki, aynan ushbu bezaklar yulduzlar va galaktikaning bir ko'rinishi ekan. Shohzindada kiraverishda o'sha butun olamni xaritasini, galaktikalar tizimini holatini o'shatadi, har xil variantlarni tasvirlab ketadi. Lekin shu paytgacha hech kim buni e'tibor bermagan, o'rganmagan olimlar. Lekin eng mukammali Ulug'bek madrasasini peshtoqida tasvirlangan o'sha galaktikalar tizimidir. Dunyo xaritasini oldindan chizib bergan u. Dunyo qanaqa tuzilganligini izlanishlarimizda shu narsa bo'ldiki, hozir olimlarimizga ko'rsatyapmiz, lekin qiyin bo'lib tushunish bu. Chunki maxfiy ramzlarni kaltini bilmasa, alifbosini o'rganmagan bo'lsa, bu oddiy madrasasidan keyin Registonda 200 yildan keyin qurilgan Sherdor madrasasini ichida 4 ta peshtoqida o'sha qanosida hozir shogirdlarimiz aniqladi birgalikda islomiy naqshlar orqali butun olamni xaritasini chizib ketgan ekan. Men hayron bo'ldim. 200 yil o'tgan. Lekin o'sha yerda demak olimlar, naqqoshlarimiz shu demak astronomiya ilmidan yuksak bilimga egaligini ko'rinib turibdi. Ko'rgan odam oddiy naqshni bo'laydi. Lekin osmondagi yulduzlarni harakatini, spiralsimon harakatini naqshga o'xshatib, har bitta galaktikani ipsiz bir-biriga bog'liqliklarini ham o'sha yerda ko'rsatib o'tgan. Olimlarimizni hali qilgan ishlari juda ko'p. G'iyosiddin Jamshid Koshiy, shunga o'xshagan olimlarimiz juda ko'p asarlar qoldirgan, lekin bu asarlarni ko'pchiligi yo'qolgan. Madrasada tasvirlangan tasvirlar hammasi ipsiz bitta guldastaga o'xshaydi. Bu da marjonga o'xshaydi. Marjonga o'xshaydi. Ular hammasida yangilik bor. Lekin bu hali fan dunyo olimlariga chiqqani yo'q bu narsa. Agar bu chiqsa, demak 15-asrda butun dunyoni xaritasini Ulug'bek va uning shogirdlari bilan birgalikda dunyo xaritasini dunyoda birinchi bo'lib yaratganligini o'zi isbotini topdi endi. Yaxshi bo'lardi o'shalar yetib borganda dunyo olimlariga. Mirzo Ulug'bek, Qozizoda Rumiy hamda G'iyosiddin Koshiyning 15-asrda Samarqandda astronomik faoliyati, Quyosh, Oy va sayyoralarning harakatini aniq kuzatish, ularni joylashuvini belgilash, yulduzlarning koordinatlarini aniqlash va ularning katalogini tuzish kabi ilmiy ishlar amalga oshirishga qaratilgan edi. Mirzo Ulug'bek va G'iyosiddin Koshiyning astronomiya sohasidagi yutuqlari, aniq kuzatishlari va matematik hisob-kitoblari keyingi avlod olimlari uchun muhim asos bo'lib xizmat qilgan. G'iyosiddin Jamshid Koshiy qanaqa qilib galaktikani ko'rgan degan savol berishdi olimlar. Men aytdimki, birinchidan 9-asrda yashagan Al-Farg'oniy galaktikani bilgan va uni ta'riflagan odam bo'lsa-da, 15-asrda Ulug'bek ta'riflay olmaydi. Faqat qo'lyozmalari saqlanmagan. Al-Farg'oniy aytadiki, bu yulduzlar tumani, yulduzlar bo'liti deyiladi. Demak, galaktikani o'sha tilda yetilgan, yozib qoldirgan, o'zini qo'lyozmasida. Buni o'qidik, ko'rdik. Ana shuning uchun Ulug'bek G'iyosiddin Jamshid Koshiy galaktikalarni ko'rishdan oldin bir qancha ilmga ega. Birinchidan bularda g'ayb ilmlardan Alloh yuqtirgan. Maxfiy ramzlar bilan ko'rsatgan. O'shalarning har bittasini o'qib chiqdik-da, o'shandan ma'lum bo'ldiki, demak, ilmlardan xabardor bo'lgan. Endi qanaqa qilib bu kompozitsiyani tasvirlash uchun butun olamni xarita, butun olam xaritasi bu. Nima uchun munabbat naqshi olingan? Munabbat naqsh. Munabbat naqshi degani 4 tomonga takrorlanadi. Bu Qur'oni Karimda dunyo cheksizdir deydi. O'sha cheksizligini munabbat naqshi olingan. Demak, bu olam davom etib ketaveradi, cheki yo'qni. Shuning uchun kesib olingan holatda tasvirlangan. Jamshid Koshiyning fan rivojiga qo'shgan hissasi butun dunyo tan olgan va munosib baholagan. Uning asarlarining ko'plab ko'chirma nusxalari Berlin, Sankt-Peterburg, London va boshqa davlatlar kutubxonalarida saqlanmoqda.